bugun tadbirimizni homiylaridan biri doimiy hamkorlarimiz va qo'llab-quvvatlovchilarimiz Hilol nashr kutubxonalarimizni kitoblar bilan ta'minlashda asosiy hamkor bo'lgan bugun sizlarga Omina jurnalarini taqdim etadilar. Navro'z aka nima haqida aytmoqchi bo'ldilar? Bugungi davramizga tashrif buyurgan har bir mehmonimizga, har bir insonga biz tashakkurimizni izhor qilib qolamiz va o'tirgan joylaringizda siz uchun ham maxsus sovg'alar tayyorlab qo'yilgan. Ular nimalar ekanini birma-bir biz hozir sizga e'lon qilyapmiz. Tadbirimizning ma'naviy homiylaridan yana Qamar kitoblar do'koni. Bu do'kon nafaqat xalqaro bestsellerlarni, balki hayotga nisbatan teran nigohni baxsh etuvchi, yuraklarga ta'sir qiluvchi noyob asarlarni ham bosib chiqaradi. Albatta bugun tadbirimiz ishtirokchilariga o'zini eng sara kitoblaridan ochlik, ko'rlik, kelishdan non olib keling, polkovnikka birov maktub bitmas kabi xalqaro mukofotlarga sazovor bo'lgan asarlarni ham taqdim etishadi. Bunday asarlar bilan kitobxonlarni yangi g'oyalar sari Qamar kitoblar do'koniga yetaklaydigan, ya'ni Qamar kitoblar do'koniga biz ham minnatdorchiligimizni izhor qilib qolamiz. Rahmat. Va yana bir hamkorimiz bor. Munir nashriyotidan yangi chop etilgan muhim va dolzarb kitoblar ham taqdim etilyapti. Ularga ham samimiy tashakkurimizni izhor qilamiz.